Silos bosish uchun yangi yama qurgandik. Men beton ishlarini tugatib, yamani tugatdik. Endi yonlari kovlanganlarini yana trambovka qilib chiqarib qo'ymoqchimiz. Mana beton ishlari juda ham sifatli qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Keyin trambovka qiladigan texnikamizni ishlatib ko'rsataman. Belimga taqib oldim rulini. Hop. Bu stop znak ko'tariladi. Start bosiladi. Motori maksimumga qo'yiladi. Bu vibratsiya. Buni agar og'ir vibratsiya qo'ysak, yerni qiynatadigan darajada oldinga yurish uchun yoki orqaga, o'ngga chapga Chorva fermalarining qurilishi bo'yicha Robi Agrotech korxonasiga murojaat qiling.